narsani o'sha tashkil topishida katta rol o'ynagan odam bu emas, bu mani kallaga Luis. To'liq ismi Sant Luis Portugues Naus Excalibur bir narsalarni yozib qo'yishibdi. Mana shu odam ekan. Tashkil topishini tepasida qaragan bu yangi qilingan ekan. Bu yaqinda o'sha 5 yil oldin restavratsiya qilinganda bo'lgan bu. O'sha podshoni ichida hozir saroyini ichiga kirdi. Mana ishda muzey qilib qo'yishgan ekan. Как церковь o'rislarni церковь o'sha hali o'ris не только o'ris. Pravislav deydimi, nima deydi o'shanaqalarni. Nimasi bu juda chiroyli zdaniya ekan mana. Arxitektura o'sha yillarda shunchalik qilinganiga qoyil qolish kerak. Qo'l mehnati bilan qilingan. U paytda kran texnologiyalar bunaqa bo'lmagan. Qoyil qolish kerak. Mana bu yerda chiqib gapirgan bo'lsa kerak, Alloh alam. Bizning masjidlarda mehrob bo'ladi, mehrobga o'xshadi qo'yishibdi. Bular sham qo'yyapti mana hali yaxshi niyat qilib. Bu cho'qinyapti endi men. Ularni nimasini ko'rib qarab nima juda chiroyli, juda chiroyli. Qoyil. Shiftlari mana patologlari, mana zarlarni yopishtirgan ekanda mana sizlarni ichiga. Ichlari, shamlarni qo'yib qo'yibdi terib. Olnishda ko'rinishi bu serkifda o'sha argan cholib, to'y-po'y bir narsalar qilsa kerak endi valloh. Muzey o'sha oldingi paytlarda hozir kameralar qo'yib qo'yishdi mana. Muzey qilib qo'yishdi hozir. San Deneve Arapranabis. Ular shunaqa ko'rinishi, ichki ko'rinishi. Hammaga omad. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Hammaga salom. Maxsus Parijdan.